Suyaklarni mustahkamlovchi eng yaxshi 5 ta mahsulot va 3-si sizni hayratda qoldiradi. Ko'pchilik suyaklar faqat sut va kalsiyga bog'liq deb o'ylaydi. Ammo bu kuchli mahsulotlar suyaklarni tabiiy ravishda himoya qiladi va qayta tiklaydi. Birinchisi losos. U vitamin D va omega 3 yog' kislotalariga boy bo'lib, organizmda kalsiyning yaxshi singishiga yordam beradi va suyaklarni zich hamda sog'lom saqlaydi. Ikkinchisi ismaloq. Magniy va K vitaminiga boy bo'lib, suyak to'qimasini mustahkamlaydi va yosh o'tishi bilan sinish xavfini kamaytiradi. Uchinchisi quritilgan olxori. Ha, aynan prun. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, u suyak massasining kamayishini sekinlashtiradi va umurtqa pog'onasini mustahkam saqlaydi. To'rtinchisi tuxum. Uning sarig'i vitamin D ga boy bo'lib, kalsiyning o'zlashtirilishi va bo'g'imlar salomatligi uchun juda muhim. Beshinchisi grek yogurti. U kalsiy va probiotiklarga boy bo'lib, suyak zichligini oshiradi. Bu 5 mahsulotni kundalik ovqatlanishingizga albatta qo'shing. Men qovunman, jannat mevalaridanman. Tanaga shifo beraman. Ichaklarni tozalayman, gemoglobinni oshiraman. Qon uchun foydaman. Tolg'oqdan oldin yesang, tanani yumshataman. Farzand dunyoga keltirishni osonlashtiraman. Turib qolgani foydasiz. Men tarvuzman. Alohida ye. Qonni tozalayman. Shishlarni kamaytiraman. Urug'im bilan ye. Suyaqlaring mustahkamlanadi. Har kuni oz-ozdan bo'ladi. Haftasiga 2-3 kun faqat men bilan. Men handalakman. Yozgi issiqda tanaga shifo beraman. Chanqoqni bosaman, oshqozonni yengillashtiraman. Issiqda ayni men. Yangi handalakni tanla. Meni alohida ye. Shunda tez hazm bo'laman va foydam ko'payadi.